Assalomu alaykum. Ilmiy-texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan muhandislik sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dajiz xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Ko'z tor pardasida jarrohlikni yuqori darajada amalga oshiradigan innovatsion robot yaratildi. Xitoylik olimlar ko'zning tor pardasida jarrohlik amaliyotlarini bajarishga qodir bo'lgan ilg'or robot tizimini ishlab chiqdi. Ushbu tizim inson ko'zining juda nozik va murakkab tuzilishida avtonom tarzda ish olib borishga mo'ljallangan bo'lib, u ayniqsa retina kasalliklarini davolashda inyeksiyalarni aniq bajarish orqali jarroh harakatlarini sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda. Robotlar hayvonlar ustida o'tkazilgan laboratoriya sinovlarida tomchi ichi va subretinal inyeksiyalarni 100% muvaffaqiyatli amalga oshirgan. Yangi tizim uch o'lchovli fazoviy qabul qilish, aniq pozitsiyalash va trayektoriya nazoratini algoritmdan foydalangan holda ishlaydi. Bu esa jarrohning qo'lda bajaradigan amaliyotlariga nisbatan pozitsiyalash xatosini deyarli 80% kamaytirishga imkon beradi. Bunday texnologiya retina operatsiyalarini xavfsizroq, barqarorroq va yuqori aniqlik bilan bajarishga yordam beradi. Shuningdek, murakkab jarrohlik amaliyotlarini chekka hududlarda yoki mutaxassislar yetishmaydigan joylarda ham amalga oshirish imkonini beradi. Yaponiyada soatiga 603 km tezlikda harakatlanadigan poyezd yaratildi. Yaponiyada magnit levitatsiya asosida ishlaydigan yangi avlod maglev poyezdi sinovdan o'tkazilmoqda. Poyezd relsga tegmay harakatlanadi, ishg'alanish minimal bo'ladi va soatiga 603 km dan oshadigan tezlikka erisha oladi. Loyihani Central Japan Railway Company amalga oshirmoqda. Maqsad mamlakat ichidagi transport tizimini zamonaviylashtirish va shaharlararo qatnovni sezilarli darajada tezlashtirishdir. Yangi L0 Series poyezdi Tokio va Nagoya o'rtasidagi safar vaqtini qisqartirishga qodir bo'lib, agar rejaga muvofiq ishga tushsa, amalda mavjud bo'lgan poyezdlar rekordini yangilashi kutilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu texnologiya nafaqat tezlik, balki xavfsizlik va ekologik samaradorlik nuqtai nazaridan ham ahamiyatga ega. Buyuk Britaniya kosmosga mini zavod yubordi. Buyuk Britaniya kompaniyasi Space Forge yer orbitasiga miniatyura zavod Forge Star 1 ni yubordi. Bu zavod kosmos muhitida ishlaydi. Mikroog'irlik va deyarli vakuum sharoitida yerga ishlab chiqarishga nisbatan ancha tozaligi yuqori yarim o'tkazgich materiallar tayyorlaydi. Kompaniya ma'lum qilishicha, kosmosda tayyorlangan materiallar, chiplar va elektronika uchun yerda mavjud analoglar nisbatan yuqori sifatga ega. Forge Star 1 orqali ishlab chiqarilgan xomashyo yerga qaytarilib, telekommunikatsiya, energetika va yuqori texnologiya sohalarida qo'llanishi rejalashtirilgan. Bu loyiha kosmosda sanoat ishlab chiqarishni ilk bor amaliyotga joriy etishga qaratilgan va xalqaro texnologiya va elektronika sohalari uchun yangi imkoniyatlar ochishi kutilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.